Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan tekinga ID karta olishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib o'ng tomondagi shop tugmasini bosamiz. O'ng tomondagi so'zlardan xazinalarni bosib o'tib olamiz. ID karta ikki turga bo'linadi. Birinchisi hamrohni qayta nomlash, masalan, qushingiz yoki bironta bo'ri, o'shanga o'xshash. Ikkinchisi qayta nomlash kartasi. Ikkinchisida o'zingiznikingizni o'zgartirish. 180 100 ga olar ekansiz. 100 ham olishning iloji bor. 7-8 kun akkauntga kirmasangiz, o'zi podarka qilib narsalar beradi deb eshitganman. Buni lekin sinab ko'rmaganman, lekin o'xshaydi deb aytishgan. Agar videom yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham foydali videolar hali oldinda.